Parijonlar, mana bunaqa tvorogim qolib ketuvdi. Ozgina keslik bo'lib qoldi, lekin anchamagan. Yeyishmayapti. Shuni tvorojni qilib yubormoqchiman. Qaranglar. Bu yoqda 3-4 ta piyola unga 100 gram margarinni qirg'ichdan chiqardim yoki qo'lda uvoqlaysizlar. Uvolangan xabar bo'lishi kerak. Rasixlitilarni sug'orasizlar yarim pochka. Bu yoqda 3 ta tuxumga 1 stakandan sal kamroq shakar soldim. Shakarli yemasanglar 1 stakandan yarim stakan solsanglar ham bo'ladi xolos. Men bu shakar bilan tuxum aralashtirganinglarni tvorog bilan mana bu massaga, xamirli margarinli massaga bo'lib chiqasizlar. Bunga kamroq, bunga sal ko'proq. Mana qizlar, bunga soldim. Endi qolganini tvorogga solamiz. Endi aralashtiramiz. O'sha uvoqli bo'lishi kerak. Tvorogga solingan massani, tuxumli massani aralashtiramiz. Olib chiqamiz. Endi qo'lda mana bunaqa tekislab chiqamiz. Qulli massamizni qo'yib, tekislab chiqamiz hamma joyiga. Mana qizlar ustiga sepib chiqdim. Endi buni o'rta gradusga ustilari qizarguncha pishiramiz. Qizlar qaranglar qanaqa chiroyli bo'lib qizarib chiqdi. Endi buni ustiga saxarniy pudra sepamiz. Saxarniy pudra sepib chiqyapman. Buni kesamiz qizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Vau! Mana qizlar pishdi. Shunaqangi mazali chiqdi. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Ishib chiqdi mana.